Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi montajimiz Xudo xolasa Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Menchino'rov mahalla fuqarolar yig'inida bo'lib o'tdi. Bugungi montajimiz Dolida bitta yana veranda qo'yib berganmiz bu yerga. Ko'rishlar mumkin, tashqi ko'rinishlarni ko'rsatib o'taman bir qator. Bundan 2-3 yil avval bu tarafini qilib berganmiz. Xuddi shu fasonda endi bu tarafini qildik. Xudo xolasa chiroyli bo'lib, bir xil bo'lib o'rnadi. Firmamiz Akfa, oynalarimiz yodviy sveti bir qavat. Xo'p, eshiklarimiz taglari arkafon bo'lgan. Ruchkalari oddiy sher firmasidan bo'lgan. Ligirovkalari o'ta go'zal bo'lgan. Xo'p, ichkaridan ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Ichkaridan ko'rinishlari xuddi shunaqa. Xo'p, razmerlarini aniq bilmayman, lekin 261 ga 203 bo'lgan ekan. Xo'p, bunisi 212 ga 2 metr bo'lgan. Bunisi esa 213 ekan. 213 ga 2 metr. Eshigimiz uzunligi keladigan bo'lsa 224. 224 ga 310 edi. Xo'p, bunisining razmeri 236 ga 2 metr bo'lgan. Xo'p, общийda uzunligi 10,5 metr atrofida bo'lgan edi. Romlarimizni ochilib yopirishlari ham o'ta go'zal va skromli bo'lgan. Chiroyli ochilib yopiladi. Xudo xolasa bexijolat kontrol qilib, chiroyli qilib o'rnatib berdik. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 12 million so'm bo'lgan. Toza Akfa firmasiga tegishli hamma aksessuarlari, ko'rayotgan bo'lsalaring, ruchkalarda Akfa logotiflari tushirilgan. Oshiq-oshiqlarda ham xuddi shunaqa logotiflari bor. Profillarimiz ham Akfa bo'lgan. Faqatgina eshigimiz ruchkasi oddiy sher firmasiga tegishli bo'lgan. Taglariga patagonnilari yo'q. Hali tayyor emas. Biz tayyor bo'lmagan holatda o'rnatib qo'yganmiz. Chiroyli qilib bitkazib oladi o'zlari. Xudo xolasa chiroyli bo'lib o'rnatib berdik. Bu tarafini ham ko'rishlaring mumkin. Bu taraf ham xuddi mana shunaqa chiroyli bo'lib o'rnatib berganmiz. Ishimiz yoqqanligi sababli yana qayta bizga murojaat qilishdi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqib zakaz berishingiz mumkin. Hammalaringga kattakon rahmat. Bizni kuzatib borishdan charchamanglar. Xudo xolasa bundan-da yangi, yaxshiroq va sifatli videolar qilishga harakat qilamiz. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqib, o'zlaringizni qiziqtirgan savollarni berishlaring mumkin. Hammanglarga kattakon rahmat. Asl Akfa bilan doim birga bo'linglar.